Bu galgi tashrif buyurgan xonadonimizni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermanglar. Fasad bitmagan bo'lsa ham, lekin ichkari holatlari tayyor holatda juda ham did bilan qurilgan va xonadonimizning narxi ham juda ham joyiga qaraganda arzon. Joyini aytib o'taman. Andijon shahri Qorat hududi. Marhamat xonadonni birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum Andijon uylari obunachilari. Xonadonimizga ham kirib keldik. Xonadonimizga kirib kelishlarini avtomashina uchun ajratilgan joyimizni ko'rasiz. Va bu tomonimizda esa yashil maydon uchun ajratilgan zonamizni ko'rasiz. Mevali daraxtlar ekib qo'yilgan va tashqi burchak qismida tashqi tahoratxonani ham ko'rishingiz mumkin va buning yonida esa xonadonimizning yana bir qulayligini aytmoqman. Orqa mahallaga ham o'tsa bo'ladi. Orqa mahallaga o'tish uchun kichkinagina eshikcha qo'yib qo'yilgan. Endi esa xonadonimizni bir tashqi ko'rinishini bir baho berib qo'yinglar. Juda bir chiroyli va sifatli qilingan. Endi esa uyimizni ichkari holatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizning ichki holatiga ham mana kirib keldik va ushbu uyimizni qurilishiga ketgan materiallar, akfalar, santexnikalar, barcha jihozlar juda ham sifatli ishlanilgan va santexnikalari Pirat kompaniyasiga tegishli bo'lgan jihozlar bilan ta'minlangan. Oyoq osti esa ko'p joyda ko'ramiz, laminat holati bo'ladi, lekin bu granit qilinib, to'liq xonadonimiz oyoq osti isitish tizimi bilan ta'minlangan. Endi esa oshxonamizni birgalikda ko'ramiz. Oshxonamiz ham yorqin rang bilan ta'minlangan bo'lib va menga yoqqan jihati shunaqa katta panorama oynalar qo'yib qo'yilgan. Endi esa mehmonxonamizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Mehmonxonamiz ham juda ham sifatli holatda ta'minlangan, ranglari ham polga juda ham uyg'un moslashgan. Faqatgina radiatorlarimizni qishki kunida muzlab qolmasligi uchun yechib qo'yilgan. Shunday yana ulasanglar, bemalol xonadonlarimizni isitadi. Endi esa keyingi yana yotoqxonani birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Yotoqxonaga kirishdan oldin qo'limizga bitta e'tibor berasizlar. Koridor qismimizga juda ham chiroyli, ko'zni charchatmaydigan ranglar ishlatilgan. Yotoqxonamizda hozirda mebellari bor va ko'rib turgan barcha mebellar bilan birgalikda ushbu xonadonimiz sotuvga qo'yilgan va yotoqxonamizning ichida ham qo'shimcha sanuzellar mavjud. Yotoqxonamizdan chiqqanimizdan so'ng yana bir yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Buni bolalar yotoqxonasi sifatida ham foydalansa bo'ladi. Bu joyimiz ham tayyor ta'minlangan holatda. Va bundan so'ng esa yana bir farzandlarimiz uchun qo'shimcha yotoqxonani ko'rishingiz mumkin va bu joyimizda ham mebel jihozlari bor va qo'shimcha bu joyimizda ham sanuzellar mavjud. Farzandlarimiz yotoqxonasidan chiqqanimizdan so'ng koridor qismimizda qo'shimcha alohida tashqi sanuzelimiz ham joylashgan va barcha texnikalariga ega. Endi esa xonadonimizni tashqi tomonida kachol qismini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu joyimizni orqa tomonida kacholnik qismi mavjud bo'lib va bu tomonimizda yozgi oshxona uchun joy ajratilgan. Bu yerni o'zi asli ozgina shapkasini yopib, bu yerga ham panorama oyna qo'yib qo'ysa, asli oshxonani bu yoqqa chiqarib olib, narigi oshxona xonasini yana bir mehmonxona sifatida ham foydalansa bo'ladi. Xonadonimiz ma'lumotlarini qaytarib o'taman. Andijon shahri Qorat hududida joylashgan 4 sotik yer maydoni 5 xonadan iborat. Xonadonimiz tayyor holatda o'z egalarini kutmoqda. Hurmatli do'stlar, Qorat hududidan bunaqangi go'zal xonadon doim ham chiqmaydi. Endi esa narxiga yetib keldik. Ushbu xonadon uchun 94500 ozgina kam bor deb narx aytilmoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun ekran ostidagi raqamlarga murojaat qiling. Lokatsiyasini yanada ham aniqroq bilish uchun Andijon uylari Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Doimgidek Andijon uylari bilan oling, soting va baraka toping.